Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan ingliz tilini o'rganamiz. Darsimiz qiziqarli va tushunarli bo'ladi. Keling, boshladik. Endi salomlashishni o'rganamiz. Ingliz tilida hi bu salom degani. Yana bir so'z hello bu ham assalomu alaykum degani. O'zbek tilida biz assalomu alaykum deymiz. Endi savol berishni o'rganamiz. What's your name? Bu sizning ismingiz nima degani. Endi davom etamiz. Agar siz yangi odam bilan tanishsangiz, ingliz tilida shunday deysiz. Tanishganimdan xursandman. Bu nice to meet you degani. Endi oddiy javoblar. Ha, bu yes. Yo'q, bu no. Xo'p, bu okay degani. Endi yangi so'zlar o'rganamiz. Room bu xona degani. Class bu sinf degani. First bu birinchi degani. Second bu ikkinchi degani. Eng qiziqarli so'zlarni o'rganamiz. Soat bu clock degani. Clock vaqtni ko'rsatadi. Ona bu mother degani. Mother eng mehribon inson. Go'sht bu meat degani. Meat mazali taomlar uchun kerak. Endi hafta kunlarini o'rganamiz. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Monday bu dushanba. Hafta aynan Mondaydan boshlanadi. Tuesday bu seshanba. Tuesday haftani ikkinchi kuni. Wednesday bu chorshanba. Bu so'zni aytish biroz qiyin, lekin birga aytamiz. Wednesday. Thursday bu payshanba. Thursday hafta o'rtalariga yaqinlashdik. Friday bu juma. Friday ko'pchilikning sevimli kuni. Davom etamiz. Hafta kunlar tugamadi. Saturday bu shanba. Saturday dam olish kuni. Sunday bu yakshanba. Sunday oila bilan vaqt o'tkazish kuni. Endi boshqa foydali so'zlar. Today bu bugun. Today nima qilamiz? Ingliz tilini o'rganamiz. Tomorrow bu ertaga. Tomorrow yana dars qilamiz. Day bu kun. Har bir day yangi imkoniyat. Darsimiz shu yerda tugadi. Barchangizga rahmat. Agar darsimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalga subscribe qiling. Keyingi darslarda yana ko'rishamiz.